Assalomu alaykum. Sog'lom hayot kanaliga xush kelibsiz. Bronxial astma kasalligi nima va uning sabablari qanday? Bronxial astma kasalligi nafas yo'llarining surunkali noinfeksion kasallikdir. Buning sabablari: nasliy faktorlar, kasbiy faktorlar, semizlik, noto'g'ri ovqatlanish, mikroorganizmlar, o'simliklar, hayvonlar, kitob changlari, tozalovchi vositalar. Bu kasallikda qansirash, nafas olishning qiyinlashuvi, yo'tal, ko'krak qafasida qisilish hissi, xushtamsimon xirillash mavjud bo'ladi. Diagnostika qilish va davolash kasallikning kelib chiqish sababi hamda kasallik darajasiga qarab shifokor, allergolog hamda terapevt tomonidan ta'minlanadi. Bunga tavsiyalar: allergik mahsulotlardan tiyilish, toza hovli joyda yashash, kasbingiz sababli kelib chiqayotgan bo'lsa, kasbingizni o'zgartirish, uyda va ishxonada har xil changlardan ehtiyot bo'lish tavsiya etiladi. Sizlar bilan Sog'lom hayot kanali bo'ldi.